Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz ba harfi. Demak, ba harfini boshlaymiz. Ba, yonib, yonib dur. Abida yonib dur. Yo, ikkita nuqta yoniki yo te mana. Yotib dur. Yotib dur. Borib, borib dur. Mana borib, ikkita nuqta yoniki bu yerdagi. Borib dur. Yorib dur. Ana bu. Yorib dur. Yon ikkita nuqtasi re, yana ana bu yerdagi bitta yon nuqtachasi b niki, ana bu o'rtaloq b niki bo'ladi. Yorib dur. Ana bir narsani yorib. Yozib dur. Ana yozib. Yozib dur. Botib dur. Ana botib, b nuqtasi o'rtaga keladi. Botib dur. Otib dur. Otib dur. Ana otyapti degan ma'noda. Xo'p. Borib, yorib. Ana borib, yorib, ozib, ozib, yozib, yozib degani yozib, yonib, ana yonib, uyotib, uyotib, yurub, turub, yurub, turub, urub, urub, ot o'lanni urub degani. Utub, tutub, utub, tutub, tutub, YouTube, bu narsani yutishlik. YouTube, borub tur, borub tur, yozub, yozub, yuborur, yuborur, yozub turodur, o'rin bobo, o'rin bobo mana. O'rin emas, o deysiz. O'rin bobo, yotib dur. Tutub turodur. Demak, o'rin bobo yotib dur, tutub turodur.